Andijon viloyatining Xonobod shahridagi xalq tilida Kamprovod deb ataluvchi ulkan suv inshooti haqida eshitganmisiz? Kamprovod suv ombori Tianshan tog' tizmalarining 5 irmog'idan paydo bo'luvchi Qoradaryo o'zaniga qo'yilgan gidrotexnika inshootidir. U 1962-yili loyihalashtirilib, 1968-1982-yillarda qurib bitkazilgan. Suv ombori qurilishidan oldin ikki qoya o'rtasidan xuddi darvoza sifat tabiiy yoriq va o'sha joyda xuddi boshda savat bilan turgan kampirni eslatuvchi qoyatosh bo'lganligi sababli Kamprovod nomini olgan. Uning umumiy maydoni 55 kvadrat kilometr, tog'ining balandligi esa 115 metr. Suv omborida 240 megawatt tok ishlab chiqaruvchi gidroelektrostansiya ishlab turadi. Mazkur suv saqlash inshooti jiddiy qo'riqlanishi bois uning yoniga borish, to'g'on va gidroelektrostansiyalarini tomosha qilish oddiy kishi uchun qiyin masala. Aynidan biz suv omboriga qilgan birinchi sayohatimiz davomida maskanning bor go'zalligini e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Ishonavering, siz bu video tasvirlarni hali hech qayerda ko'rmagansiz. Atrofni, borliqni so'z bilan ta'riflash qiyin. Mahobatli dengizga aylangan suv ombori, tog' yon bag'ridagi qorlardan yaqdek bo'lib tushib, jimirlab turgan suv, toza va beg'ubor havo. Suv ombori atrofida o'zgacha ko'rinishdagi tog' va toshlar, faqat yovvoyi tabiatda uchrovchi o'simliklar, noyob hayvonlar va qushlar dunyosi. Bularning bari bir-biri bilan uyg'unlashib ketgan. Ajoyib yangilik. Endi siz bu maskanni o'z oyog'ingiz bilan borib ko'rasiz. Uzoq yillardan beri ko'pchilik uchun yopiq bo'lgan Kamprovod suv ombori hududi endi mahalliy va chet ellik sayyohlar uchun ochiladi. Ayni paytda jahon talablaridagi turistik maskan yaratish borasida chet ellik investorlar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, yaqin kunlarda siz bu yerda dunyoning eng zo'r kurortlaridan qolishmaydigan tabiatimiz borligini his etasiz.